Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar hamda ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi brifing orqali biz sizga Samarqand viloyati bojxona boshqarmasi faoliyatining ochiqligi hamda shaffofligini ta'minlash borasida olib borayotgan chora-tadbirlar to'g'risida axborot berib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasining davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun talablaridan kelib chiqib, Bojxona qo'mitasining Bojxona.uz rasmiy veb-sayti orqali hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali Samarqand viloyat bojxona boshqarmasi tomonidan olib borilayotgan keng qamrovli turli xil tadbirlar hamda sohadagi amalga oshirilayotgan yangiliklar, islohotlar, qonun buzilishi holatlari hamda tadbirkorlik subyektlariga yaratib berilayotgan imtiyozlar, batafsil targ'ibot tashviqot tadbirlari yoritib borilmoqda. Joriy yil boshidan bugungi kunga qadar boshqarma tomonidan sohaning muhim jihatlari, qonunchilikdagi yangiliklar, bojxona qonun buzilishi yuzasidan aniqlangan holatlar hamda turli xil tadbirlar mahalliy, respublika, ommaviy axborot vositalari orqali jami 950 marotaba yoritib borilgan. Shundan bosma va elektron nashrlar orqali 830 ta, radio orqali 32 ta, televideniye orqali 88 marotaba chiqishlar qilingan. Shu bilan birga bojxona organining rasmiy veb-sayti Bojxona.uz sayti orqali 112 ta hamda ommaviy axborot vositalari sifatida ro'yxatdan o'tgan respublika rasmiy veb-saytlari orqali 650 marotaba boshqarma tomonidan o'tkazilgan tadbirlar material sifatida chop etib kelingan. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash hamda ularga yaratib kelayotgan imtiyoz va qulayliklar mazmunida jami 110 ta maqola, telelavha, radio eshittirishlar ommaviy axborot vositalari orqali keng targ'ib etib kelingan. Bundan tashqari huquqbuzarlik profilaktikasi to'g'risidagi qonunning ijrosini ta'minlash maqsadida bojxona tizimida huquqbuzarlik profilaktikasi borasida amalga oshirilgan targ'ibot tashviqot ishlari bojxona chegarasida aniqlangan huquqbuzarlik holatlari oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarning jami 330 tasi ommaviy axborot vositalari orqali yoritib borilgan. Tizimda korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish borasida jami 45 marotaba materiallar yoritib borilgan. Bundan tashqari Samarqand viloyati bojxona boshqarmasida tadbirkorlar hamda jismoniy va yuridik shaxslarning huquqiy manfaatlarini himoya qilish maqsadida ishonch telefoni 24 soat davomida faoliyat olib borilmoqda. Ma'lumot sifatida aytib o'tamizki, Samarqand viloyati bojxona boshqarmasining 66 lik kod bilan 233 63 00 raqamli ishonch telefoni kun-tun xizmat olib bormoqda. Albatta siz viloyat bojxona boshqarmasiga o'zingizni qiziqtirgan savolingiz yoki taklifingiz bo'lsa, murojaat etishingiz mumkin. Sizning savollaringizga bojxona xodimlari batafsil javob berib o'tishadi. Bundan tashqari Samarqand viloyat bojxona boshqarmasining Telegram ijtimoiy tarmog'ida Bojxonachi tadbirkorga ko'makchi nomli guruhi tashkil etilgan. Ushbu guruhda Samarqand viloyatida hamda respublikamizda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlik subyektlari, korxona, tashkilot rahbarlari hamda fuqarolar obuna bo'lishgan. O'z o'rnida mazkur guruh orqali har qanday jismoniy va yuridik shaxslar o'zlarini qiziqtirgan savollarini Telegram guruhi orqali bojxona xodimlariga murojaat etishlari mumkin. Fuqarolarning mazkur murojaatlari qisqa muddatlarda bojxona xodimlari tomonidan batafsil javob berib kelinmoqda. Telegramdagi bu guruhning tashkil etilishi natijasida so'nggi paytlarda viloyat bojxona boshqarmasiga yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlari keskin kamayib ketmoqda. Ya'ni ushbu guruh orqali ko'pchilik o'zlarini qiziqtirgan savollari bilan bizning xodimlarimizdan batafsil javob olib kelishmoqda. Bundan tashqari Samarqand viloyat bojxona boshqarmasi rahbariyatining tashabbusi bilan viloyatda faoliyat olib borayotgan tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilari va deklarantlar uchun Telegram ijtimoiy tarmog'ida bojxona va deklarant hamda viloyatimizga tashrif buyurayotgan xorijlik sayyohlarning murojaatlarini ijobiy hal etish maqsadida turizm sohasida bojxona imtiyozlari nomli Telegram guruhlari tashkil etilgan. Ushbu Telegram guruhlari orqali deklarantlar, tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilari hamda yurtimizga tashrif buyurayotgan sayyohlar o'zlarining sohaga oid murojaatlarini bizga yo'llab,
albatta ushbu murojaatlar o'z vaqtida qisqa muddatlarda ijobiy hal etib kelinmoqda. Shu bilan birgalikda Samarqand viloyati bojxona boshqarmasi matbuot xizmati, bojxona qo'mitasi hamda viloyat hokimligining matbuot xizmati tomonidan tasdiqlangan media rejaga muvofiq muntazam ravishda ommaviy axborot vositalari uchun matbuot anjumani, press turlar hamda televideniye orqali ochiq muloqot ko'rsatuvlarida onlayn tariqasida ishtirok etib kelishmoqda. Ushbu tadbirlar orqali Samarqand viloyati bojxona boshqarmasi rahbariyati jurnalistlarga, blogerlarga o'zlarining qiziqtirgan savollari bo'yicha batafsil javob berib kelishmoqda. Ma'lumot uchun eslatib o'tamiz. Sizning Samarqand viloyati bojxona boshqarmasiga savolingiz, murojaatingiz yoki taklifingiz bo'lsa, viloyat bojxona boshqarmasining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali onlayn tariqasida savol yo'llashingiz mumkin. Sizning savollaringizga bojxona xodimlari batafsil javob berishadi. E'tiboringiz uchun rahmat.